Assalomu alaykum hammaga. Siz My Film News kanalidasiz va bugungi videoda biz Marvel olamiga kirgan, Doomdan ham Galactusdan ham kuchli bo'lgan Franklin Richards haqida gaplashamiz. Qobiliyatlari nega juda ham kuchliligi, tarixi, hammasi haqida ma'lumotlarni berib o'taman. Yana u qaysi kuchli personajlarni yenga olishini ham aytaman. Tayyor bo'lsangiz, qiziqarli videomizni boshladik. Franklin Richards kim o'zi? Franklin Richards, Reed Richards, Mr. Fantastic va Sue Storm, Invincible Woman'ning o'g'li. U tug'ilgandan boshlab odatiy bola emasligi seziladi, chunki Reed va Sue kosmik nurlardan super kuch olganidek, Franklin ham mutatsiyaga uchragan holda dunyoga keladi, ammo uning kuchlari ota-onasidan 100 barobar kuchli edi. Professor X, ya'ni Charles Xavier ham uni birinchi ko'rganida hayratga tushib, bu bola oddiy mutant emas, bu mutlaq omega level mutant, undan ham yuqori darajada deb ta'rif bergan. Franklinning eng asosiy kuchi haqiqatni o'zgartirish va butun multikoinotni yaratish qobiliyati. U shunchaki fantaziya qilsa ham o'sha narsa ro'yobga chiqadi. Misol uchun, u butun boshli qora dunyo yaratib, Galactusni ham, seriallarni ham o'sha joyda paydo bo'lishga majbur qilgan. Oddiy bola o'yinchoqlar yasaydi. Franklin esa butun olamlarni yasab tashlagan. Franklin Richards va Galactus Marvelning eng buyuk yutqizmaydigan mavjudotlardan biri Galactus, ya'ni dunyo yutuvchi. Franklin bilan ilk to'qnashuvda Galactus uni oddiy bola deb hisoblagan, lekin Franklin o'zining kuchini ochib yuborganda Galactus hujumdan yo'qotgan. Marveldagi butun sayyoralarni yutadigan Galactusni oddiy bola yengib qo'ygan. Keyinchalik Galactus Franklinga shogird bo'lishni qabul qiladi, chunki Galactus ham tushundi, agar Franklin xohlasa, uni bir soniyada yo'q qila olardi. Franklin Richards va Dr. Doom Marveldagi eng dahshatli o'zlardan biri Victor Van Doom ham Franklinning qudratidan qo'rqadi. Bir komiksda Doom Franklinni nazorat qilish uchun unga sehrli qurilmalar ishlatadi, lekin Franklinning kuchi shunchalik ko'p ediki, Doomning barcha rejalarini barbod bo'ladi. Hattoki kelajakdagi voqealarda ham Doom Franklin bilan ittifoq tuzishga majbur bo'ladi, chunki uni dushman sifatida ko'rish halokat bilan barobar edi. Franklin Richards va seriallar, endi tasavvur qiling, butun Marvel olamidagi eng qadimiy va eng kuchli mavjudotlar seriallar ham Franklin oldida ojiz qolgan. Bir jangda Franklin oddiygina kuchini qo'llab, seriallarni yeri bilan bitta qilgan. Bu paytda hatto Galactus ham bu bola men bilgan eng buyuk kuch manbai deb tan olgan. Kelajakka sayohat va kattaligi. Franklin Richards o'sib ulg'ayganida esa butunlay boshqa darajaga chiqadi. Kelajakda ko'pincha Marvelning eng kuchli qahramonlar qatorida ko'rsatiladi. Hatto bir versiyada u multiolamni tiklashida yordam bergan. Demak, unda faqat yo'q qilish, balki yaratish qudratiga ham ega. Ko'plab Marvel muxlislari Franklin Richardsni Marvel olamidagi haqiqiy kuch deb atashadi, chunki u oddiy bola bo'lsa-da, kuchlari Patsy One Above All darajasiga yetadi. Franklin Richards yenggan kuchli dushmanlari Galactusni yenggan va bir zarbada hushdan ketkazgan. Dr. Doomni yengib, barcha o'ziga tuzilgan rejalarni yo'q qilgan, seriallarni maydalab tashlagan, osongina multikolarni qayta yaratgan, hatto Eternity, Mephisto, Hela kabi o'zlardan ham ustun turadi va kuchi ularnikidan ko'p. Franklin Richards oddiy bola ko'rinishida bo'lsa-da, u aslida Marveldagi eng kuchli mavjudotlardan biri. Unda faqat Galactus, Doom va seriallarni yenga olgan, balki xohlagan paytda yangi multiolam yaratishga ham qodir. Shuning uchun ham ko'plab muxlislar uni Marvel tarixidagi eng qudratli qahramon sifatida tan olishadi. Bugungi videoda sizlar bilan Franklin Richards haqida gaplashdik va video haqida va Marvel filmlari haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni berursangiz bo'ladi. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaryapman. Shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazib uchun esa qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Bosib qo'ygan bo'lsangiz, hozircha xayr. Keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha